Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom. Yaxshi dam olyapsizmi sanatoriyamizda? Allohga shukr, Allohga shukr. Qalay, qayerdan keldingiz? Xudo xolasa Toshkent oblasti Yuqori Chiriq, Juda yaxshi-da. Yuqori Chiriqdan keldim. Qalay, taassurotlaringiz sanatoriyamizda birinchi marta kelishingizmi? Qanaqangi sharoitlar? Men bunaqani bilmadim. Mhm. Tasodifdan bilib qoldim-da, shu yerga olib kelishdi. Mhm. Bolalar olib kelishdi. Aha. Lekin birinchi kelganda 160 edi davleniya uydan chiqqanda. Mhm. Bu yerda 140 davleniya, 140 ga 80 bo'ldi. Ha, pastladi. Keyingi kuni 130 ga 80 bo'ldi. Mhm. Buni tunda yana har kuni tunda vrach kelib ko'radi. Davleniyani. Ha, obxod qilishyapti har kuni. Tungi soat 10 da. Aha, juda yaxshi-da. Kechada endi uzoqni kerak emas. Ovqatlarimizdan shikoyatlar bo'lmayaptimi? Ovqat bir qarang. Kakara shu o'ziga loyiq. Aha. Bundan ana Parhezli. kuchli ovqat yesak, neto bo'lamiz. Mhm. Davleniya ko'tarilib ketadi, bu ketadi. Albatta. Nariman o'ziga loyiq emas. Yaxshi. Bu yerda oddiy o'zbekcha, vodiycha narx. Ha. Oddiy Puliga shu. arziydi. Puliga arziydi.